boqyapsizmi? Tozasini boqing, gulini boqing, qimmatga olyapsizmi? Qimmatga soting. Tomosha qilib o'tirsangiz ham miyalaringiz qarsay Hozir aka, yaxshimisiz aka? Yaxshi yuribsizmi? Charchamasdan, sog' salomat. Tinchlikxona Ramazonlar muborak bo'lsin. Sizlar bilan qiynalmayapsizlarmi? Sizdan qo'y oldik-ku. Yanvar oylari ancha katta bo'lib qoldi. Shukur ko'z tegmasin. Ancha yaxshi o'zgaryapti. Bugun syomkalar qildik, tortdik, videolarni yo'ramonki ko'rasiz. Xudo xolasa natijada zo'r. Shu bizning tarozimiz uzunasiga 120 bo'lsa kerak. Hamnaqasiga mana 2,5 qarishlar. Mana taroz bu yoqqa ketib qolmasligi uchun oyog'ini uzunlashtirganmiz. Buni holatiga qaytarib shu mana bitta 4 ta anaqasi bor. O'shanga ichilganda oyoq chiqib keladi. Bu yoqqa o'ziniki keyin biroq qo'yiladi. Oxiri qo'yi ko'tarib, tara qilib o'zimizni qo'yi ko'tarib taroz ustiga chiqib charchadik. O'sha ko'tarish ham iloji bo'lmay qoldi. Qo'ylar katta bo'lib ketdi. Bahodir aka biz qirg'iz qo'chqorlari bilan mana bu jaydari qo'chqorlarni solishtirdik. Bular почти bir xil vaqtda kelgan. 3 kundan keyin bular keldi, jaydarilar почти bir xil vaqtda. Xo'p, bir xil o'sha beda press, yong'oq press yoki mana bu yoqda arpa, отдельно qilib qo'yilgan. Bulardan ham xuddi shunaqa narsa. Bir xil sharoit, bir xil joy, bir xil ob-havo muhitda xo'p boqilyapti. Endi bularni solishtirdik biz. Qora qo'chqorimizda mana 01 11 01 25 11 01 25-sanada kelgan ekan, 52 kilo bo'lib kelgan ekan. Bu kelgan 27:01da o'lchani 46 ga tushib ketibdi. Xullas ozib ketdi, nega bilmadim. Keyin yana xullas mana 2 oy deganda bu 53 ga ko'tarildi. O'sha 2 oyda o'sha o'zini kelgan vesiga 1 kilo qo'shibdi. Orada ozib ketib, o'zini vesini qayta tiklab oldi. O'sha 1 kilo plyusdi bu. Xo'p, endi sarig'imiz kelganida shu 11:01:25da 45 kilo bo'lgan ekan bu sariq qo'chqor. Mana 2 oy deganda 57 ga chiqibdi. Ya'ni 2 oyda 12 kilo ves qo'shibdi shunisi. Mana bu qora qo'chqorimiz bo'lsa, kelganida 11:01da 50 kilo bo'lgan ekan. Mana 2 oy deganda bunisi 67 kilo bo'libdi, ya'ni 17 kilo ves qo'shibdi. Mana shu sariq kesilgan quloq. Endi mana bu o'z-o'ziga qirg'iz qo'chqorlari, zodagonlar. Xo'p. Qaraymiz. 96:55. Mana bunisi 96:55. Xo'p, 08:01 da kelgan, 2025-yil. Kelganida 47 kilo bo'lgan ekan. Mana bugun 2 oy deganda 72 kilo ves qo'shib, 72 kiloga chiqibdi. Ya'ni 25 kilo ves qo'shgan. Endi mana bunisi 45-13 kodli qo'chqorimiz kelganida 50 kilo, o'sha 08:01-chislada. Bu mana bugun 71 kilo chiqibdi mana bunisi. Bunisi bo'lsa 1 kilo ves qo'shibdi. Shunaqa natija. Bu jaydari qo'chqorlarda ham bittasini hisobga olmasa, qolgan ikkitasi ham yaxshigina xursand bo'ladigan darajada o'zgarishlar yaxshi, lekin mana bu qirg'iz qo'chqorlarda hop o'zgarish yaxshi natija ko'rsatyapti. Ko'z tegmasin. Obuna va izoh qoldirib, yuksalishimizga hissa qo'shing.